do'stlar, birodarlar, o Ibrohim Muvahhidga o'xshagan, Abdulloh Zufarga o'xshagan odamlar qayerda turganini bilmayapsizmi? Tezda ulardan etagingizni qoqing, uzoqlashing. Bizni eshituvchilarga bizni qayerdaligimizni nima qizig'i bor? Bizni qayerdaligimiz haqidagi ma'lumot faqatgina maxsus xizmatlarga va san kabi xoinlarga kerak. Biz insonlarni Allohning diniga chaqirib, insonlarni zulmatdan nurga chiqishligiga haris bo'lsak, san kabi tog'utning askarlari insonlarni nurdan zulmatga tushirishga, shaytonning yo'liga itoat qilishga, tog'utlarga itoat qilishga chaqirasizlar. Qayerda turganini bilmayapsizmi? Tezda ulardan etagingizni qoqing, uzoqlashing. Chunki ularning orqasida maxsus xizmatlar bor. Sani da'voying bo'yicha bizni ortimizda maxsus xizmatlar turgan ekan. Ey qari xutikchi, yana bilmagan narsani bilaman da'vo qilsa. Burnining tegida nima sababdan bolalar masjiddan haydalayotgani sababini bilmaysan, lekin boshqa masalalarni bilaman deb yana da'vo qilasan. Shariatda bir mezon bor. Al-bayyinatu 'alal mudda'i. Da'vo qiluvchi dalil keltiradi. Wal yaminu 'ala man ankar. Inkor qiluvchi esa qasam ichadi. Vallohi, billahi, tallohi bizni ortimizda Robbimiz Alloh azza va jalladan boshqa hech kim yo'q. Biz ungagina suyanamiz, ungagina tavakkul qilamiz, undangina madad so'raymiz. Allohga qasamki, bizni ortimizda hech qanaqa maxsus xizmatlar turmayapti. Maxsus xizmatlar bilan, ichki ishlar organlari bilan, davlat xavfsizligi xizmati bilan ko'rishayotgan, quchoqlashayotgan, ularga yon bosib, ularni mujohid deb atayotgan sanmi yoki bizmi? Maxsus xizmatlar seni qidirishyaptimi yoki bizni qidirishyaptimi? Maxsus xizmatlar ushlab bizni qamaydimi yoki sanimi? Sahobalardek o'zini yurtidan quvg'inda yashayotgan bizmi yoki o'zini yurtida tog'utlarga itoat qilib, Allohning diniga xiyonat qilib yashayotgan sanmi? Alloh azza va jalla o'zini tilingdan seni munofiq ekanligini anglatib qo'yapti. Alloh azza va jalla oyatda aytadiki: "Walau nasha'u la araynakahum fala araftahum bisimahum." Agar biz istasak, u munofiqlarni sizga siymolardan bildirib qo'yamiz. "Va la ta'rifannahum fi lahnil qawli." Ularning so'zlaridan, gap ohanglaridan munofiqligini bilib olasiz deydi Alloh azza va jalla. Ey munofiq, seni yuzingni ochgan Robbimga hamd bo'lsin. Her puta tereddütsüz bir biçimde parçalıyordu. Allohga qasamki, bizni ortimizda hech qanaqa maxsus xizmatlar turmayapti. Soruldu. Şirkehleri seyretemen eğlencesinden bak dönüvermekte. İbrahim denilen bir genç putları bir yere sermekte.